Butun O'zbekiston ko'rsin bu videoni. Ko'proq like bosib, ko'proq kishiga tarqatib qo'yinglar. Men bu Abini muxlislari. Bu bola Qashqadaryolik, по-моему, adashmasam. Bu bolani men bor narsani aytaman, ochiq aytaman. Bu bolani yoqtirmasdim men. Bir ikkita xarakterlari, bir ikkita qilyapgan ishlari o'zbek millatiga, bir ikkita Kavkazlar o'zidan ketib olib, yeshi, ticho, yeshi deb turib bullshit qilmoqchi bo'lgan joyda молодец shu bola o'zbek millatini, o'zbeklarning sha'nini ko'tarib qo'ydi. Kulachka ishi hype-maypni ichida. Men bu bolaga hurmatim oshdi. Rostini aytaman, men yomon ko'rardim. Men действительно aytaman, yomon ko'rardim. Qilib o'zini urishini men yomon ko'rardim, ya'ni hype qilib, boshqa qilib. Lekin bir ikkita hype-jor, Kavkaz kulachkada urishadiganlarning hammasini gulushit qilib qo'ydi o'zini vesovoy kategoriyasida. Men shu taraflama hurmat qildim bu bolani. O'zbekiston hamisha olg'a. Men bu bolani qiladigan ishini oqlamayman. Ya'ni hype qilib deb bunday qilishini oqlamayman men. Atak O'zbekistonning sha'nini himoya qilib qo'ydi, gap yo'q.